Teatr, en yoruq tileksen azizim. Teatr, yükseksen azizim. Kalbimge nur begen, yoruq ziyasen. Hayattın güzelsen, en güzel dünya sen. Bugün şanlıq tarixi 80 yıldan alqıgan Gocamyarov namidagi Cumhuriyetlik Dövlət Uyğur Muzikалық Komediya Teatrının holunu qurgan, faqat xalq arasından chiqqan mana shu haqiqiy talantlar. San'atga cheksiz ishtiyoq beg'ishlagan bu qadrdonlar Uyg'ur kasbiy teatr san'atini har xil yillarda, davrning har xil bo'ron chopqinlarida shijoatlik mehnatlari bilan saqlab qolgan. Ayni shundaq ismi teatrimizning tarixiga oltin harflar bilan yezilib ketgan namoyandlarimizning orasida atoqli sozanda Qozog'istonning xizmat ko'rsatgan artisti Asqarjon Akbarovning o'rni alohida albatta. 50 yildan alqigan ijodiy faoliyatining 30 yildan o'shig'ini milliy teatrimizda muzika rahbar sifatida bir turkum muzikalik spektakllarning ohanglarini ratlab, o'nlagan muzika ohanglarini ijod qilgan. Shuningdek, bir turkum spektakllarda obrazlar yaratib, xalqimizning cheksiz olqishiga sazovor bo'lgan Asqarjon Akbarov rafiqasi, shu teatrning naqshchisi Halima Akbarova bilan o'zidan keyin bir butun san'atkorlar sulolesini tarbiyalab, muqaddas iz qoldirdi. Akbarovlar sulolesining yorqin namoyandasi bo'lgan xalqimizning suyimli san'atkori Zinatgul Akbarova 3 yoshidan tortib sahnada naqshi aytib, usul o'ynashga boshlagan. 1942-yili 7 yoshlik Zinatgul balalar ijodiyatining Cumhuriyetlik konkursida o'z hunarini namoyon qilib, g'olib chiqqan. Чуть опоздали. Шестилетняя Зина Акбарова из села Члик Алматинской области исполнит уйгурскую народную песню «Тамбаши», обработка композитора Ратнера. Respublikalik Uyg'ur teatrida oilaviy artistlar ko'p. Jumladan Qozog'iston xizmat ko'rsatgan artist marhum Asqarjon akam Akbarovning oilasi to'g'riliq gap qilgim keldi. O'zi o'sha teatr qurilganidan beri teatrda xizmat qilib, butun hayotini san'atga bag'ishlagan ustozlarimizning biri. Asqarjon akamning ustozligida teatrda nurg'unlagan yosh sozanlar, artistlar o'sib yetilib chiqdi. Jumladan mana men o'zim Asqarjon akamni o'zimning ustozi deb bilaman. Asqarjon akam o'zi san'atni yaxshi so'ygashga, san'atga barliq jon-jigarni, muhabbatni bergashga o'zining bolalarini san'atkor qilib tarbiyalab o'stirib chiqdi. Asqarjon akamningki 7 bolasi san'at sohasida ishlaydi. Asqarjon akamning oilasi bizning nurg'unlagan san'at so'yarmanlarning, tomoshabinlarningki eng hurmatlab ko'radigan, to'yadigan ailening biri. Men Asqarjon akam ailesini 1946 yildan beri yaxshi bilaman. Masalan, Zinat
konservatoriyani tugatib, teatrimizga keldi. Kelishining sababi Asqarjon akam Zeynat qizni pat teatrga yetlab kelib, usullarni o'rganib, teatr kitoblarini ko'rib, mana shuning oqibati Zeynat qiz teatrga aktyor bo'lib keldi. Aktyorlar emas, xoreografiyani tugatib, usulchi bo'lib keldi. Yana Zeynat qiz bilan men ishlayotganimga mana 30 yil bo'ldi. 30 yil ichida Zeynat qiz bilan o'rus usullari, qozoq usullari, o'zbek usullari, tatarcha usullar va uyg'ur klassiklik usullarni birga o'ynadik. Zeynat qiz bilan 30 yil ichida nurg'un kitoblarni birga o'ynadik. Ayni shunda san'atga bo'lgan cheksiz muhabbat tufayli Zinatgul dastlab Almuta xoreografiyalik uchilishini tugatib 1955-yili Uyg'ur teatrida usulchi sifatida Uyg'ur, o'zbek, tatar, ukrain, hind xalqlarining usullarini voyaga yetkazib ijro qildi. Lekin aktyorlik kasbga bo'lgan intilish, o'z ustidan izlanib ishlash natijasida u aktyorlik mahoratini namoyon qildi. Xalqimizning milliy naqshlarini bobiga yetkazib ijro qilish qobiliyatini bayqagan teatr rahbarligi yosh san'atkorga repertuardagi bir qator jirik muzikalik asarlardagi bosh qahramonlar obrazlarini ishashlik topshirishga boshladi. Natijada Zinatgul Akbarova yuqori mahorat bilan yaratgan Anarxon, Sanam, Nozugum, Nurxon, Toyir Zuhradagi Zuhra, Malinovkadagi to'y spektaklidagi Yarinka, Arshin Malalandagi Gulchehra, Maysarining ishidagi Ayxon, Qori guldagi Amal qatorliq obrazlar minglagan tomoshabinlarimizning cheksiz olqishiga sazovar bo'ldi. Yadın ağın sen o mini. Havasında? Zeynep. Qanday qam? İşlerin yaxshimi? Rahmet ederim. Bu obrazlardagi nozik qahramonlarning ichki iztiroblarini, ularning bir-biriga o'xshamaydigan har xil taqdirlarini mukammal o'zlashtirib, mazkur asarlardagi murakkab oriyalarni o'ziga xos yuqori mahorat bilan tomoshabin qalbiga yetkazishni bildi. Zinatgul Akbarovaning aktyorlik diapazoni faqatla nozik,
lirik qahramonlar obrazlarini yaratish bilanla cheklanib qolmadi. Aktrisa har xil janrdagi asarlarda ijobiy qahramonlar bilan billa salbiy qahramonlar obrazlarini, shundaqla komediya janridimi bir turkum obrazlarni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Masalan, kim kimga oshiq, qiz jibek, Ömer Muhammadi, Kechir meni Anijon, bir yoz bir qish, chet ellik, shanba kuni to'yga, onamning oq ko'ynigi, xonuma, Aman Nisaxon kabi sahna asarlarida Zinatgul Akbarova zaldikilarni birda o'z qahramoniga nisbatan nafratlandisa, birda kulkiga g'arq qilib, cheksiz hayajonga bo'lib, xushallik hadiya qiladi. O'zining 60 yillik ijodiy faoliyatida Zinatgul Asqar qizi 100 dan oshiq har xil obrazlar galereyasini yaratib, faqat elimizda emas, balki qo'shni Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Rossiya, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi tomoshabinlar huzuridimi zo'r alqışqa bo'lendi. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu programımızda konuğumuz Kazakistan devlet sanatçılarından Zinnet Akbarova. Hoş geldiniz efendim. Uygurca halk türküleri konusunda ne diyorsunuz? Halk türküsü biliyor musunuz? Söyler misiniz bize? Sen gidersen yadigar ver gel bana. Sen gidersen yadigar ver gel bana. Yadigarım eşo emes mo, söygen otlarım sana. Yadigarım eşo emes mo, söygen otlarım sana. Özünün 60 yıllık ijodiy faoliyatida Zinatgul Asqar qizi 100 dan oshiq har xil obrazlar galereyasini yaratib, tomoshabinlar huzurida zo'r alqishga bo'lendi. Yeah.
xalqimizning söyümlük sən'ətkari Zinətgül Akbarova cəmiyyətlik işladımı faallık göstüb, bir neçə qitim Almutu şəhərlik partkomның əzası bo'lib saylangan. 1986 yılı Qazaqstan Kompartiyasının 16 siyezga delegat bo'lib saylangan. Şundaqla o, xalq deputatları Almuta oblastlıq, şəhərlik kengəşlərgi deputat, Qazaqstan Xalqi Assambleyası kengişinin həm Almutu şəhərlik Ağsaqallar kengişinin əzası bo'lib saylangan. Şunun bilen billa xalqimizning söyümlük sən'ətkari Zinətgül Akbarova özünün zor təcrübəsi arqılıq teatrımızda bugünkü yaş sən'ətkarlarga varıslıq qılmaqda. Qazaqstan hökuməti Zinətgül Əsqər qızının Uyğur kəsbi teatr sənətini rivajlandırışdakı mehnətlərini yuqarı bahalab, 1966 yılı Qazaqstan Cumhuriyetining xizmət körsətgan artisti degan yuqarı unvanğa sazavər qildi. Bir neçə qitim prezidentimizning va Qazaqstan Madaniyat Ministerligining faxriy gramotalari, medallari bilan təqdirləndi. 1992 yılı bolsa Zinətgül Akbarova elimiz prezidenti Nursultan Nazarbayevning fərmanı bilan Qazaqstan Cumhuriyetining xalq artisti degan yüksək namğa müyəssər boldu. Zinətgül Əsqər qızı ailəsidimi bəxtlik. O xalqimizning arasından yetilib chiqqan ataqlıq alim Heli mərhum İlyas Semətov bilan 2 pərzənd quşqan mehriban ana, 2 omaq nəvrilərinin qədirlik momisi. Qızı Gülbahar atının izini besib, filologiya fənlərinin namzəti sübtüdə Türkiyədə fəaliyyət yapmaqda. Oğlu Ruslan bolsa texnolog kəsbi boyunca işləməkdə.